Konsept kognitivlik lingvistikanın tilshunoslikning asosiy tushunchasi sifatida degan. Buni men hozir azroz parantali so'roq berayotgan, parantali so'rovdan keyin uzun leksiyani söyleyip beraman da. Bugun bununla bir yana takrarlov masalasidir, takroriy masalada Küdavı so'rovnomalar tayyorlaganman. Şuna her kaysınız turup o'rningizdan familiyangizni aytasiz. Sebebi biz shu familiyalar orqali bilamizda, ertaga hisob olamiz hammasi. Sonra cevap verishimiz kerak. Birinchi so'rov kognitivlik tushunasizlik degan nima ham uni hali tushunasiz. Aha. Fizik ve ilmiler. Fizik ve ilmiler. Bu yo'nalish tilda inson tafakkuri bilan bog'lab o'rganadi. Ya'ni til bu faqat aloqa vositasi emas, balki inson ongida qanday bilimlar saqlanishi, qanday ishlanishini tushuntiradi. Til va fikrlash o'zaro bog'liq. Masalan, vaqt bu pul. Vaqt bu pul. Masalan. Degan bola bu vaqtni qanday qadrlanishini tushuntiradi. Endi bu aniq javob emas, keyingi aytganimiz vaqtdagi konseptlarga ham sizga o'rgatadi-da bu kognitiv lingvistika. Tushunasizda. Значит, tafakkur bilan tilning bog'liqligini e'tibor qaratadi. Birinchidan tafakkur, keyin tafakkurdan keyin til. So'nggi bog'liqda. Buni asosiy funksiyasi boshqa. Kim topib turadi? Rahmat. Topib turadi. Aha. Kognitiv Aziyeva Tumanis. Kognitiv lingvistikada biz grammatikani ikkinchi darajali vosita deb hisoblaymiz va birinchi darajada har doim gapning va so'zning ma'nosi va uning konteksti hisoblanadi. Ya'ni grammatikal struktura gaplarda bir xil bo'lishi mumkin, lekin ularning qo'llanishi, tushunilishi va ishlatilishi holatga qarab o'zgaradi. Va kognitiv lingvistikada oldin aytib o'tganimizdek, bu inson tafakkuri bilan gapning yoki so'zlarning orasidagi bog'liqlik o'rganiladi va inson tilda gaplarni, so'zlarni o'zining shu davrgacha bo'lgan tajribasi bilan tushunadi va aloqaga kirishadi. Kognitiv lingvistika eng ko'pincha metaforalarga ko'proq e'tibor beradi. Metafora orqali. Metafora orqali o'rganadi. Sababi metafora, biz bilamizki, har bir tilda metafora o'ziga xos ma'nosi bo'ladi va o'z konteksti bilan birga ishlatiladi. Va shu bois kognitiv lingvistika so'zga olinganda metafora ham birgalikda yuradi. Значит, kognitiv lingvistikaning asosiy tushunchalarini shakllantiradigan narsa bu metaforada. Shu metafora orqali biz dünyani значит miyamizda shakllantiramiz va значит ham tushunishga harakat etamiz, ham taniymiz-da. Kim topib turadi yana? Kognitiv lingvistika degan nima? Cognition degan nima? Cognition. Qarabaqsha tushunish, tanlash, anglash masalasida ham shu orqali bilimni egallash. Biroq bunda asosiy tafakkur bilan til bir-biri bilan original fikri bevosita bog'liqda bo'ladi. Mana shu sebebi bu kognitiv lingvistikaning asosiy kategoriyasi nima? Konsept.
Misal bana bir misal keltirdik, bu konsept Time is money. qanday time dedim mi? Time is money. Vaqtni Vaqtlar pul. money. Money. Time is money. Yerda yerda money bo'lsa ham bu konsept bu aqlga narsa konsept bu abstrakt tushunchalarni ko'pchilik konseptda bular tildagi bar mushuklarning hamma mushuklarni o'sib bir kishi birlik leksik birlikdan boshlab leksik birlikning ichida qancha nimalar bor birlikda o'zbekcha nima deydi единицами единицада shu leksik birlikning ichida nima bor frazeologiya bor парамиология bor ondan keyin nima bor значит struktura bor so'zlarning nimasi qurilishi ondan keyin nominatsiya degan bor atash nominatsiya misoli quvonch degan nima bu inglizlar quvonchni qanaqa qilib tushunadi значит вот это misoli olsak berishni birinchi boshli fazasi bu hisoblanadi ikkinchi savol lingva madaniyat tushunasi yo'nalishida nimani tushunasiz? Aytpay aziza. Lingva ne madaniyat bu lingva culturology. Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Masalan, til til orqali shu xalqning urf odati, stereotiplari, qanaqa fikrlashi, hammasi aks etadi. Umuman shunda bizlar shu xalqning tili orqali uning madaniyatini, dunyoqarashini bizlar bilib olsak bo'ladi. Masalan, maqollari orqali, frazalari orqali, ham milliy an'anaviy og'zaki ijodi orqali bilib olsak bo'ladi. Masalan, o'zbek xalqining maqollarida mehmonni ko'p ulug'lagan. Shundan bizlar bilib olishimiz mumkin. Mehmondo'stlik bu o'zbek xalqining asosiy bir ezgu bir fazilati. To'g'ri. Endi ozgina tushunib ko'ray. Mehmondo'stlik hospitality, shu hospitality inglizlarda boshqacha bo'ladi baribir. Baribir hurmat yuzasidan bor hurmat. Hurmat qilish birinchi fazasi, lekin bizda hospitality o'zbeklarda va qarabog'larda inglizlarga o'xshamaydi. Farq qiladigan tomonlar bor. Mana shularni shu konseptni bu o'zi til birliklari yaratadi. Frazeologiyami bu, paremiologiya oson bo'lmaydi uncha. Shuning uchun mana shu narsalar bizim salt dasturimizni, madaniyatimizni nima qiladi? Akseptib beradi. Buni bugun отдельно tema olsak, misol buni lingvo-kulturologiические aspekты, o'zcha aytamiz, lingvo-cultural aspects of hospitality in Karagandaq in Uzbek and English. Şunu salsırsa, bu zaman tema bo'ladi. Misoli, hospitalityni degan xonaqda eng birinchi fazisi, misoli qandaydir bir ssenariydan bo'lmasa qandaydir bir freyimdan boshlaymiz. Birinchi freym yo birinchi ssenariy nima bo'ladi? Murad qilish bo'ladi. Buni tekst lingvistikasi haqida nima deysiz? Tekst lingvistikasi ham zamonaviy lingvistika deyiladi. Matn lingvistikasi yuritiladi va bu matn lingvistikasi gaplarni alohida emas, balki butun matn kontekst bilan o'rganadi. Asosan kontekst matnning tuzilishi, masalan, kirish qismi, asosiy qismi, xulosasi o'rganadigan bo'lsa va gaplarning tuzilishi asosan coherence va cohesion orqali o'rganadi.
Coherence asosan bu gapning grammatik jihatdan to'g'ri bog'langanligi bo'lsa, cohesion esa gaplarning bir-biriga mantiqan bog'langanligini o'rganadi. Logikal bağlı. Logika. Matnda men shuni tushunaman, matnda. Значит, turuz. Metin katta da. Ko'pincha gavakalar bo'lishi mumkin bu. U barakli. Gap bu matn emas. Matn bu gaplar yig'indisi, fikrlar yig'indisi, to'g'rimi? Ular nimadan turadi? Abzatslardan turadi, ha? Biroq bu qiz aytgandek, обязательно когеренsiya bo'lishi shart bu ikkita narsada. Bundan keyin bundan bir belgili bir mashqlar o'qib mana shularda ham ma'nolar chinjirining bog'liqligi deb aytamiz. Ma'nolar chinjiri bormi? Tse. Bu yerda bu tuvarida yangi narsa bo'lmasdan ketaveradi, to'g'rimi? Durust. Endi lingvistika yo'nalishida nimalarni aytishingiz mumkin? Gender lingvistika bu lingvistikaning bir turi bo'lib, u til va Bir yo'nalishi bo'lib, til va gender, ya'ni ayollar va erkaklar o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Bu asosan ayollarning va erkaklarning so'zlashuv madaniyatini, nutq farqlanishini o'rganadi. Masalan, ayollar ko'proq muloyim va berkitilgan so'zlardan foydalansa, erkaklar to'g'ridan-to'g'ri so'zlardan ko'proq foydalanadi. Bular siz funktsiyasini aytishni istayapsiz. Gender lingvistikaning o'zi nima? Gender lingvistika bu jamiyatdagi ayol va erkakning roli. To'g'rimi? Hozir endi emansipatsiya degan bir termin bor edi burada. Ha? Emancipation degan termin bor edi. Hozir bizning O'rta Osiyo xalqlari shu emansipatsiya stadiyasini bosib o'tyapti. Lekin baribir qandaydir bir erkak bilan nimaning orasida hozirgacha baribir qandaydir bir nima bor. Mana Nijeriyada bu jihatdan teng bo'lish harakati bor. Lekin sotsial tarafdan baribir farqi bor-da. Psixolingvistika degan bor-da hozir. Zamonaviy yo'nalishda psixolingvistika, kognitiv lingvistikaning paydo bo'lishiga o'zi psixolingvistika yana boshqa filosofiya, boshqa logikadagi fanlar birlashib kognitiv lingvistika paydo bo'lganda, biroq psixolingvistika bu alohida til yo'nalishini paydo qiladi-da. Bu nima o'zi? Psixolingvistika. Kim aytishi mumkin? Bu yo'nalish bu yo'nalish til va inson psixikasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Til qanday paydo bo'ladi? Masalan, bolalar qanday so'zlashni o'rganadi va nutq buzilishlari, masalan, insondagi duduqlanishlar kabi shunga o'xshagan psixikaga oid til jumlalari. Endi psixolingvistika bo'yicha insonlar bir-biriga muloqot qilgandan keyin muloqotda qandaydir to'siqlar bo'ladi. Birov fizический, biologический kemtar bo'ladi, to'g'rimi? Birovlar endi ikkinchisi birovlar tez budirlab so'zlaydi, birovlar asqay so'zlaydi, to'g'rimi? Juda tushunarli. Endi o'zingiz bilasiz, har turli odam har turli gapiradi-da. Baribir hech kim bir-biriga o'xshamaydi. Mayli, erkak bo'lsin, gapish nimasida. Mana shu psixologiyalik attentlarni misollari.
gapirishdi. Meni o'shani o'rgatardik. Haligi durust internatsiyada farq qilishi mumkin.